qaysi davraga borib qo'shilishimdan qat'iy nazar, advokat ekanligimni bilgandan so'ng huquqiy savollar berishga intilishadi ko'pchilik. Lekin oxirgi vaqtlarda ko'p savollar asosan haydovchilik guvohnomasini olishdagi qiyinchiliklar, so'nggi imtihonni juda ham murakkabligi to'g'risida savollar ko'p tushmoqda. Men bu haqda o'zimning shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Ya'ni imtihonni murakkablashtirish avtoavariyalar sonini kamaytirmaydi yoki qoidalarni, savollarni sonini ko'paytirish haydovchini mukammal haydovchi qilib qo'ymaydi. Haydovchilik mahorati har bir insonga qancha ko'p transport vositasidan foydalansa, ko'proq haydasa, yil o'tgan sari uni tajribasi oshib, haqiqiy haydovchiga aylanadi. Qoidalarni esa har bir qo'pol bo'lsa ham, endi soddaroq qilib aytganda, har bir GAI xodimi ularni to'xtatib jarima yozganda o'sha qoida umrbod esdan chiqmaydigan bo'ladi. Shunday ekan, murakkablashtirilgan imtihon kimga kerak yoki bu faqat pulni shilishga mo'ljallanganmi? Bu mening shaxsiy fikrim. Bu haqda siz qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozing.